Noyabrdan 10'na deyin 1 dana emas, 10 dana emas, 1000 dana emas. Megastroy hadallık har doim foydalanсын. Bizlerde ko'pchilik biladi, gipki miram shunday taraqlarni tarqatatmizda. Endi ularga chechim o'zlarimizning kliyimizda olib keldik. Bularning bahasi o'ta arzon bo'ladi. Bugan ekspres istek ko'rsatamiz degan. Ustuni plastmasda, ham gipkida, temirda, ag'achda, ham shunday kabellarda stenaga jabstirib ko'rsatib bo'lamiz. Hamma kelbish bor, kelbishdan jabstirib ko'rsatib bo'lamiz. Bizlarda ko'rib turing, ham videoga like bosing yoqqan bo'lsa. Ustini ochib, ko'zimizning oldida tayyor. Açıp aldık. Açıp algandan keyin shunday nesi bu? Voy, buning ishinde shunday ko'pchilik bilmaydi, shunday ishi tesilib, tesetdi şimdi. Bu sami klip shunday bo'ladi. Bu ne uchun bo'lsa, havo kirmovchligi uchun, ham o'sha qatib qolmoq uchun. Endi uni ko'plab ag'u uchun bizlar kirishkini basnab tashlaymiz. Kirishkini basnab tashlaymiz ham. Bizi gipki miramimiz jabstirib ko'rsatamiz. Mana ustini hech qanday musor arti tozalanmagan, hech istilmagan. 5 цветный kley bo'ladi. Titan nomer 1 men 1ga 1, xudo xolasa, tire salat boksga tushsin, boksga salatda polniy. Shunday bo'ladi. Shu magazinimizga basamiz, kelib qo'parib, sindirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Ana men ustalardagidek tartib basolmayman-da, shunday bosib qo'yaman. Bastı ucu qalat uzoq bo'ldi mana. Gramı 300 gram bo'ladi. Adögür yerga жетеді. Bir gipki mramorga polniy bir shtugi polniy жететін bo'ladi. Uluma qiymaldamaydi. Videoni uzib-suzib montajlab atgan жоқпыз. Polniy ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi basib sinab ko'rsangiz bu 40lik dekor deb aytiladi. Ko'pchilik buni ham kleymen stenaga o'tirg'izатын bo'ladi. Buni ham basangiz magazinimizga kelib ko'rib ola bersangiz bo'ladi. O'zimiz sinovdan o'tkazamiz обязательно. Shunday bo'ladi. Taraq basma tushib ketmasin. Nap. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu gipkining orqasidan açıp ko'rsatamiz. Shunday yapacağız. Havo kirgizasiz, bir olib basasiz, уже ikkinchi bosqinchida jibermaydi. Kutasiz sen 1 soatda deyman. Endi shunday temirni bosib ko'rsatamiz. Shunday temir bo'ladi. Endi shunday kafilda 30 ya'ni bosib ko'rsatib bo'lamiz. Shunday toshga qo'yib olamiz. Kaplimizni mana usulga bosamiz. Shunday kapillardan polniy o'tirg'izib ketaversangiz bo'ladi. Arqayin devorga 1ga 1 ushlab turadi. Eksperimentimiz mana ya'ni temirni stenaga jabstiramiz. Temirni usulga jabstirib ketamiz. Polniy temirni ushlab turadi. Shunday singan kelibishlardan bir-birini qurajib bersangiz bo'ladi. Buni ham jabstirib ko'rsatib bo'lamiz. Bir-birini kelbish jabstirib oladi. Kelibishdan usulga jabstirib qo'yib ketamiz. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Ag'achdan jabstiramiz. Şu prosesini ko'rasiz.
Егер осы Power Clean'e qiziqsangiz, бағасы бар жоғы 50 мың сом болады. Егер біздердің каналымызға тіркеліп келсеңіз, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, ремонт істеп жатқан достарыңызға жіберіп қойсаңыз, һәм магазинше, һәм ұста ажағаларымызға бар жоғы 25 мың сомнан ноябрьдің 10-на дейін сататын боламыз. Ноябрьдің 10-на дейін 1 дана емес, 10 дана емес, 1000 дана емес, қалеген ассортиментте 100 коробка, 50 коробка, 500 коробка 25 мың сомнан біздерден сатып алсаңыз болады. Магазиншілер үлгеріп қалың, бар жоғы 25 мың сомнан ең зор клейді титан менен 1/1 титан номер 1 һәм Акпикс клейлермен 1/1 рингке қойсаңыз түгеле салады. Һәм мен сізді Мегастройда күтіп қаламын. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, ремонт істеп жатқан достарыңызға жіберіп қойды ұмытпаң. 10 ноябрьге дейін go, let's go. Go деген let's go. Арасы сізге қойшы.